Assalomu alaykum. Bugun ateroma haqida gaplashamiz. Ateroma o'zi bu nima? Ateroma yog' bezining kapsulasida chiqish yo'lining berkilib qolishi natijasida o'sha kapsulaning ichida pishloqsimon modda, keratin massasining to'planib qolishi va u dumaloq shish ko'rinishda tananing qaysidir qismlarida, ya'ni ko'p hollarda boshda, yuzda, bo'yinda, orqada, yonbosh sohalarida uchraydi. Agar unga infeksiya ham tushadigan bo'lsa, yiringli ateromaga aylanadi va bu biroz xavfliroq bo'ladi. Davosi esa yiringlamagan holatda bo'ladigan bo'lsa, to'liq o'sha kapsulani bilan birgalikda o'sha to'plangan massani olib tashlash. Agar u yiringlagan holatga o'tadigan bo'lsa, avval uni ochib, yiringni tozalab tashlash, u ma'lum bir vaqtdan keyin uni kapsulasini olib tashlash. Bu kasallik qaytalanmasligi uchun kapsulasining butunligini, ya'ni xirurg olayotgan paytda kapsulasining butunligini ta'minlash muhim hisoblanadi. Agar u ateromalar juda katta bo'ladigan bo'lsa, u olib tashlangandan keyin uni kosmetik chok, ya'ni bilinmaydigan chok bilan tikib yopib qo'yish kerak bo'ladi. Agar o'sha ateromada birorta o'sma bilan, xavfli o'sma bilan bog'liq taxminlar, gumonlar bo'ladigan bo'lsa, unga qo'shimcha tekshiruv sifatida biopsiya tekshiruvlarini o'tkazish tavsiya etiladi. Dori-darmon bilan davolash mumkinmi? Yo'q, bu to'planib qolgan massa uni dori-darmon bilan ketkizdirib bo'lmaydi. Oldini olish uchun esa albatta gigiyenaga rioya qilish va yog'li teri bo'ladigan bo'lsa uni parvarishlash va mexanik bosimlardan saqlanish talab etiladi. Ismim Shukurjon, xirurgman. Har kuni biror kasallik haqida ozgina ma'lumot berib borishga harakat qilaman. Rahmat.